Ko'pchilik insonlar bu hayotda yashash qiyin deb o'ylashadi. Aslida-chi, hayotda yashash haqiqatdan qiyinmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Alloh taolo bizga men seni gumoningdaman deb marhamat qiladi. Demak, bizning hayotimiz, bizning fikrlarimiz hamda gumonlarimizga bog'liq ekan. Bizning o'y-fikrlarimiz hamda gumonlarimiz yaxshilansa, haqiqatdan bizning hayotimiz yaxshilanishni boshlaydi. Ko'pchilik insonlar mana shunday xatoga yo'l qo'yishadi. Ya'niki, faqat tashqi dunyoni o'zgartirishga harakat qilishadi va ularning ong ostidagi gumonlari, fikrlari esa o'zgarmasdan qoladi va natijada ular har qancha harakat qilishmasin, hayotlarida deyarli hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi. Natija yana qayta o'sha holatga kelib qoladi. Siz hech e'tibor berganmisiz? Qachondir nimanidir o'zgartirishga juda ham ko'p harakat qilgansiz, lekin baribir deyarli hech qanday natijaga erisha olmagansiz. Ya'ni siz faqat mana shu tashqi hayotni o'zgartirishga harakat qilgansiz, lekin sizning ong osti darajasidagi fikrlaringiz, gumonlaringiz o'zgarmasdan qolgan. Demak, biz hayotimizni o'zgartirishimiz uchun eng birinchi navbatda harakatni ong ostimizdagi gumonlarimizni o'zgartirishdan boshlashimiz kerak. Sizni hayotingizdagi ko'plab muammolaringiz ham, har qaysi vaziyatlar albattaki sizni ong osti fikrlaringizga hamda gumonlaringiz bilan bog'liq bo'ladi. Demak, shunday ekan, hayotingizni o'zgartirish uchun avvalambor ong ostingizdagi gumonlaringizni o'zgartirishdan boshlang. Siz ham mana shunday ong osti darajasidagi gumonlaringizni, fikrlaringizni o'zgartirishni xohlaysizmi? Agarda haqiqatdan hayotingizga katta o'zgarishlar kirishini xohlasangiz, hayotingizni tubdan o'zgartirishni xohlasangiz, unda men sizni ong osti darajasidagi har qanday fikrlarni, gumonlarni o'zgartirish uchun 100% natija deb nomlangan kursimga taklif qilaman. Aynan mana shu kurs orqali siz yillar davomida sizni ong ostingizda saqlanib qolgan noto'g'ri bo'lgan gumonlar, fikrlaringizni eng kuchli amaliyot orqali judayam tez va oson o'zgartirish usulini o'rganib olasiz hamda natija sizni uzoq kuttirmaydi. Agarda siz ham mana shunday kursda qatnashni xohlasangiz, marhamat Telegram kanaliga o'tib murojaat qilishingiz mumkin.